Zipal S07 hamma uchun ham emas. To'g'risini aytaman, agar sizga quyidagi 3 ta holat yoqsa, bu mashinani olmang. Oxiri kim ekan bu? Agar siz zapravkada navbatda turib charchagan bo'lsangiz, benzin narxlari oshayotganidan xursand bo'layotgan bo'lsangiz, Zipal S07 modeli siz uchun emas. Chunki u gibrid. Agar sizga shovqinli salon, qattiq o'rindiqlar qadrli bo'lsa, Zipal S07 dagi premium qulaylik va jimjitlik sizni zeriktirib qo'yadi. Agar sizga yo'lda hamma qarashini va bu qanaqa mashina deb so'rashlarni yoqtirmasangiz, yaxshisi bu dizaynni tanlamang. Siz qaysi tarafdasiz? Eski odatlarmi yoki kelajak texnologiyasi? Izohda S07 deb yozing va shaxsan o'zingiz test drive'da ko'ring.